Urganch bozor 3-dekabr 3-kun dollar kursi 1.180.000 so'm. Hozir bozor baholarini bir ko'ramiz. Like bosib beringlar, like qarabni. Mutku like bosib obuna bo'lib ko'ramiz. Apelsin bahasi 13 dan. Nashvati 8 dan kilo. Xurmo 10, üzüm 15 dan. Ajoyib mandarin 35 dan kilosi. Damashli tuxum bor ekan, 1.5 so'mdan danasi. Saat 5 oldu, bozor avjida, odamlar ko'p. Pomidor 13 dan kilosi. Ismolak 8 dan kilosi. Dombaqli 28 dan, damashli 22 dan. Olimlarning aytishi bo'yicha bozorga qorin to'q bo'lib borish kerak ekan, rasxod kam bo'lar ekan. Dahshat. Go'sht kilo 100.000, ijalla 80, sunyaklar 25 dan.